Demak, assalomu alaykum yana bir bor. Kanalimiz obunachilari, aziz podpisчиклар. Mana biz ko'rganlaringizdek, что erta bilan kecha kechqurun start bergandi kechasi. Erta bilan asnomday boshlangandi. Mana bugun bir 60 ga yaqin bilet sotilib bo'ldi. Birinchi kunga rejamiz plan qilganimizdagidan ortiqroq bo'ldi. Hammaga katta rahmat, ishonch uchun eng avvalo. Endi sal-pal duduqlanib gapirishlarni ham uncha bilmayapmiz. Hozircha endi birinchi start berishimiz, birinchi o'yin o'tkazishimiz. Shuning uchun kamkutuk joylari bo'lsa, kechirim so'raymiz. Avvalambor sizlardan iltimos, mana bugun bir kunning ichida bir kunda 224 ta podpisчик yig'dik. 224 ta. Shuning ichida 54 tami 57 tami bilet ketib bo'ldi. 57 ta bilet ketib bo'ldi shuning ichida. G'ayrat qilaylik, iltimos, podpishka qilingizlar. Biz sizlar uchun, sizlar biz uchun deganda aytganda. Biletlarimiz soni 500 tagana. Ko'p emas. Bittadan bilet olib harakat qilsak ham, nasib bo'lsa, uzog'i bilan 2-3 kun ichida start finalda o'tkazamiz. Yangisiga startga tayyorgarlik ko'ramiz. Yangisiga sразу start beramiz. Yangisini ham reja qilib turibmiz, endi bir shtobi interesnroq bo'lsin, chiroyliroq bo'lsin deb plan qilyapmiz. Bu birinchi o'yinimizni qoldirg'ochlar o'yini deb e'lon qildik. Endi buning ichida aytib o'tgandim, yana aytib o'taman. Yangi podpisчикларimiz uchun 500 ta biletdan iborat bo'ladi. 85 ta yutuqlarimiz bor. Eng birinchi yutug'imiz, bilet narxi 1000 rubldan, eng birinchi yutug'imiz iPhone 16 Pro. Ikkinchi va uchinchi yutuqlarimiz Samsung Galaxy S24. To'rtinchi yutug'imiz va 5-chi yutug'imizda $500 dan, keyin yana 5 ta $100 yutuqlarimiz bor. 50 dona 2000 rubldan yutuqlarimiz bor. 25 dona keyingi o'yinimizga podarishni biletlarimiz bor. Sizlardan yana bir bor iltimos qilib qolamiz. Bir podpishka qilingizlar. Bitta biletni olaylik. Omadni sinab ko'raylik. Omadni. Bilet ololmagan insonlardan ham bitta iltimosimiz, Telegramimizga obuna bo'lib, YouTube kanalimizga ham bir obuna bo'lib, podpiskani bosib qo'yingizlar bo'ldi. Kommentariyaga nima desalaringiz kommentariyaga yozib qo'yingizlar bo'ldi. Iltimos sizlardan yana bir bor uzr kech bo'lganda bezovta qilganimiz uchun sizlarni kutib qolamiz kanalimizda. Yana bir bor obuna bo'lishlaringizni, odam qo'shishlarga yordam qilingizlar. Startdamiz biz bo'lsa tayyormiz maniki. Kecha kunduz harakatdamiz. Biz sizlar uchun harakatda maniki. Kimningdir ko'nglini topish uchun, kimningdir nima deydi, ishini yengil qilish uchun, masalan, 1000 rubl tikib $500 yutib olish ham bir nima deydi, katta yutuqda bu ham. 1000 rublning evaziga. 50.000 rubl evaziga iPhone 16 Pro 130.000 rubl turibdi rublga. 130.000 qayerda, 1000 rubl qayerda. Sizlar bilan men Islom. Yana bir bor katta rahmat podpishka uchun. Harakat qilaylik, yordam qilingizlar. Bir dona biletni bosib, bitta laykni bosib qo'yingizlar. Omad sizlarga.